Jinsiy aloqa vaqti normada qancha bo'lishi kerak? Kim uchundir 3 daqiqa bu norma, yana kim uchundir esa 10 daqiqa bu kam. Aynan mana shu videoda biz sizlar bilan bu mavzuni to'liqligicha gaplashib o'tamiz. Bu videoni tayyorlashimizning eng asosiy maqsadimiz hozirgi kunda bu kasallik juda ham ommalashib bormoqda. Ya'ni qayerga qarasangiz tez bo'shanish bo'yicha murojaatlar. Undan tashqari bu mavzuni yana bitta nozik taraf shundaki, hozirgi kunda erkaklar va ayollar o'rtasidagi munosabati sovuqlashishiga asosiy faktorlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Va bu esa o'z navbatida oxir oqibatda ajrimlarga sabab bo'lishi bizni haqiqatdan ham achinarli va bu narsaga e'tibor qaratishimiz kerakligi haqida ogohlantiradi. Tez bo'shanish o'zi bu kasallikmi? Bu narsani haqiqatdan kasallik sifatida qabul qilingan, lekin ba'zi bir holatlarda bizni psixologik jihatdan bu kasallikka bo'lgan tushunchamiz yo'qligi uchun biz o'zimizda tez bo'shanish bor deb hisoblaymiz. Ya'ni bizda fantaziyalarimiz, bizda aloqaga bo'lgan e'tiborimiz bu narsani noto'g'ri tushunishga majbur qiladi. Shuning uchun bu videoda sizlarga buni to'liqligicha ochiqlab beraman. Tez bo'shanishni hozirgi kunda davolash yechimini topolmayotganlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin bu holatda har qanday tez bo'shanish holatiga albatta qanaqadir darajada yechim qilsa bo'ladi. Zamonaviy tibbiyot bunga yo'l qo'yib bergan. Lekin bizni eng asosiy e'tibor qaratadigan joyimiz aynan sizdagi tez bo'shanish qaysi kategoriya davo chorasiga mos keladi. Mana shuni farqlab olishimizda. Tez bo'shanishni uy sharoitida to'liqligicha hal qilish imkoniyati ham hozirgi kunda mavjud. Bu narsani faqatgina to'liq ma'lumotlarni egallagan holatda shuni amalda sabr bilan bajarsangiz, aynan maqsadingizga erishishingiz uchun asosiy yo'l bo'ladi. Bu nima? Birinchi navbatda o'zingiz uchun start-stop metodikasini qo'llab ko'rishingiz mumkin. Bu haqiqatdan tekin, oddiy, lekin eng asosiysi sabr bilan bajaradigan metodika hisoblanadi. Buni qanday yondashamiz? Birinchi navbatda start-stop metodikasini yo'nalishlari ko'p. Ya'ni siz o'zingiz uchun qandaydir darajada mos keladigan turini aniqlab olishingiz mumkin. Birinchisi bu eng oddiy turi, ya'ni jinsiy aloqa vaqtida agar siz urug' kelish jarayonini boshlanganini sezib qolsangiz, birdan jinsiy aloqani to'xtatib, poza almashtirishingiz yoki qanaqadir darajada boshqa laskovay deydi, ya'ni hissiyotga bog'liq bo'lgan harakatlar bilan ozgina vaqtdan yutish orqali ma'lum bir vaqtni uzaytirishingiz mumkin. Ikkinchi metodika, bu biroz biz uchun g'alati tuyulishi mumkin, ya'ni partnyorning yordami kerak bo'ladi. Jinsiy aloqada aynan partnyorni davo sifatida tushuncha bergan holatda ishga solishingiz mumkin. Ya'ni qanday? Jinsiy aloqa qilyapsiz va siz o'zingizda urug' kelish boshlanayotganini his qildingiz. Birdan jinsiy aloqani to'xtatasiz. Sizni ayolingiz jinsiy ola bosh qismini ostida joylashgan uzdechka deyiladi, aynan o'sha yo'llikda chiziq bo'lib turgan. Shu yerdan mahkam qattiq bosib turadi ma'lum bir soniyalar va jinsiy aloqadagi urug' kelish jarayoni birdan to'xtaydi va yana jinsiy aloqani davom ettirishingiz mumkin. Lekin bu metodika kimlar uchun mos kelmaydi? Aynan ereksiya bilan bog'liq muammosi bor insonlarga buni tavsiya qilinmaydi. Boshqa metodikalari ham juda ham ko'p, lekin sizlar uchun eng ko'p effekt beradigan metodikalar mana shular. Lekin bir marta yoki ikki martada bundan natija ola olmasligingiz mumkin, to'g'ri. Bu narsani oylar mobaynida bajarsangiz, siz jinsiy aloqani, ya'ni eyakulyatsiya, bo'shanish jarayonini to'liq nazorat qilishingiz mumkin. Bu sizga mana shu imkoniyatlarni beradi. Siz uchun bu narsa tanish bo'lishi mumkin, lekin yana bitta oddiy metodikani tushuntirib o'taman. Aloqa vaqtida urug' kelish arafasini sezsangiz, xayollarda, fikrlarda boshqa narsaga biroz chalg'itsangiz ham, ma'lum darajada siz aynan aloqani vaqtidan yutish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi bu yerda bu uy sharoitida qilish imkonini beruvchi yo'nalish xolos. Lekin haqiqiy tez bo'shanish davosi biroz boshqacharoq yo'nalishda ketadi. Buni turlari ham bor. Birinchisi bu turli xil lidokain yoki prilokain tarkibli spreylar yoki gellar.
bulardan qanday qilib to'g'ri foydalanishni siz haligacha bilmaysiz. To'g'ri, ko'rgansiz, har xil videolarda bu narsani o'rgangansiz, lekin bularning barchasi biroz noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz sizlar uchun maxsus aynan qanday qilib shu narsadan to'g'ri foydalanish bo'yicha yo'riqnomani Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Sizlar maxsus link orqali u yerga o'tib bemalol bu bo'yicha tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin. Keyingi metodikasi bu maxsus selektivniy ingibitor обратного захвата serotonina degan biz uchun gruppamiz bor. Ya'ni mana shu guruhga kiruvchi dori vositalari aynan tez bo'shanish uchun davo sifatida ishlatilishi mumkin. Lekin bitta kamchiligi bor, bu ham vaqtincha. Endi sizlar uchun maxsus bo'lgan oxirgi metod, ya'ni kimlar uchundir bu tanish operatsiyalar, zamonaviy yuqori texnologik operatsiyalar yordamida, ya'ni eshitgansizlar, denervatsiya degan operatsiyalarni aynan mana shu yo'llar bilan tez bo'shanishlikdan bir umrga xalos bo'lish. Bu hamma uchun to'g'ri kelmaydi. Sababi jinsiy olatni bosh qismi, ya'ni bosh qismini nervlarini sezuvchanligi oshib ketgan bemorlarda, tez bo'shanish kuzatilgan bemorlarda bu yordam beradi. Qolgan sabablarda, ya'ni qolgan patogenetik muammolarda bu yordam bera olmaydi. Shuning uchun aynan mana shu yerda lidokainli testda ahamiyati bor. Ya'ni siz Telegram kanalga o'tasiz, lidokainli testni ko'rasiz va siz o'zingizda bu narsani qo'llab ko'rasiz. Bu muammo bo'yicha haqiqiy bir umrga hal qiladigan yechim turi ham mavjud. Faqat bu masalani videoni oxiriga qoldirganmiz. Sababi hozir sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam aynan boshidagi savol. Ya'ni tez bo'shanishda o'zi asli normasi necha? Qancha daqiqa davom etishi kerak? Xo'p, qaranglar. Aytganimizdek, 3 daqiqa aloqa qiluvchi bemorlar yoki insonlar erkaklarda bosagan bo'ladi. Buni norma deb hisoblaydi o'zi uchun. Ya'ni 3 daqiqa ayol kishi uchun ham, erkak kishi uchun ham qoniqarli darajada. Lekin 10 daqiqa, 15 daqiqa aloqa qilib turib ham, yo'q, men tez bo'shanaman, men uchun bu kam deydigan insonlar ham uchrab turadi. Shuning uchun hozirgi kunda buni eng to'g'ri ta'rif beradigan bo'lsak, siz va ayolingiz o'rtasidagi to'laqonli aloqadan qoniqish hosil bo'ladigan vaqt bu norma. Bu norma har bir inson uchun individual. Lekin haqiqiy tez bo'shanish kasalligi qachon olinadi? Oldinlari, ya'ni bundan 5-6 yil oldin bu 3 daqiqadan kam bo'lsa tez bo'shanish deb qabul qilishgan. Yaqin vaqtlarda esa bu narsani hattoki 1 daqiqaga ham tushirishdi. Ya'ni bu butun jahonda o'rtacha berayotgan ta'rif vaqti. Lekin men aytgan narsa eng to'g'ri menimcha ta'rif bo'lsa kerak. Ya'ni siz va ayol kishi jinsiy aloqadan qoniqish hosil qiladigan darajadagi vaqt bu norma. Endi bu masalada juda ko'p statistik ilmiy izlanishlar o'tkazilgan va shunda ko'pchilik protsent, ya'ni ko'pchilik bemorlarda javobi shunday bo'lganki, 3 daqiqa atrofidagi jinsiy aloqani o'zlari uchun norma deb qabul qilishgan. Ya'ni 1 daqiqadan kam bo'lsa, haqiqatdan ham bunga e'tibor qaratish kerak. Bu kasallik. Bunda ayol kishi ham, erkak kishi ham albatta qoniqmaydi. 3 daqiqadan ma'lum bir protsent insonlar qoniqadi, kimlardir qoniqmasligi mumkin. Lekin o'zi o'rtacha olib qaraganda 5-10 daqiqa bu o'rtacha norma hisoblanadi. Yana ba'zi bir bemorlarda unutmasligimiz kerak, buni albatta kommentariyalarda ham ko'ramiz, duch kelamiz doimo videolarda. Uzoq vaqt aloqa qiladigan insonlar, ya'ni отсроченная эякуляция deyiladi. Ya'ni yarim soat, 40 minut, 1 soatgacha bo'shana olmaydigan insonlar ham bor. Buni ham unutmasligimiz kerak. Bu mavzuda esa keyinroq albatta boshqa videolarimizda to'xtalib o'tamiz. Xo'p, sizlar kutgan vaqt keldi. Ya'ni buni haqiqiy yechimi qanaqa? Juda ko'pchiliginglarda uy sharoitida aynan o'sha lidokainli test o'tkazganinglardan keyin sizlarda aynan jinsiy olat bosh qismi sezuvchanligi oshib ketgan bo'lsa, ko'pchiliginglar eshitgan bo'lishinglar mumkin, selektivniy denervatsiya degan operatsiya metodikasi bor. Biz esa bu narsani neyrorafiya metodikasi bilan qilganligimiz uchun jinsiy olat sezganligini ma'lum darajada saqlab qolamiz. Hozir aytib o'tadigan narsalarim juda ko'pchilik beradigan savollarga bog'langan holatda bo'ladi. Ya'ni
Aynan bu operatsiyada umuman jinsiy olat sezmay qoladi. Bu narsa kerak emas. Ereksiyani sifatiga ta'sir qiladi deyishinglar mumkin. Bu esa noto'g'ri. Nimaga? Sababi faqatgina jinsiy olat bosh qismi sezishi orqali odam ereksiya hosil bo'lmaydi va orgazm olmaydi. Ya'ni tanamizda boshqa sezgi organlari ham joylashgan. Bu narsani faqat jinsiy aloqani qanday to'g'ri amalga oshirish metodikalari, texnikalari, qanday yo'l tutish kerakligi haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lgan paytingizda tushunib olasiz. Biz sizlarga bu imkoniyatni beramiz. Faqatgina 3-4 ta videolarimiz bor. Ana shu rejadagi videolardan o'tgandan keyin sizlarga bonus sifatida aynan mana shu texnikalar haqida chiroyli bir video tayyorlaymiz. Selektivniy denervatsiya operatsiyasi qanday bo'ladi? Qanday kechadi bu narsalar? Birinchi navbatda, agar siz hayotingizda qolgan qismini aynan mana shu holatda yashashda to'g'ri kelganda siz ma'qul deb bilsangiz, bu operatsiya sizga taklif qilinadi va rejalashtiriladi. Operatsiya juda ham oddiy. Kelasiz va sizga og'riqsizlantirish metodikasini tanlangan holatda operatsion stolda aynan jinsiy olatga keladigan dorsal nervlar bor. Aynan mana shularni kesish hamda neyrorafiya metodikasi, ya'ni ba'zi birlarni qayta ulash orqali bu operatsiya amalga oshiriladi. Bundan oladigan foydangiz juda ham samarali natijalar berishi aniq. Faqatgina yana bitta yutug'ini aytib o'tib ketaman. Bu operatsiyadan keyin bir kundan keyin siz bemalol yuzga ketishingiz mumkin. Jinsiy aloqa qilishga keladigan bo'lsak, bu albatta 15-20 kundan keyin ruxsat beriladi. Bo'ldi, mana shu narsalarga e'tibor qaratishlik orqali siz bu muammongizdan to'liqligicha xalos bo'la olasiz. Agar kim bu muammoni hal qilishni istasa, men 8 yillik tajribamdan kelib chiqib sizlarga maxsus taklif berishim mumkin. Ya'ni operatsiya jarayoni uchun sizlar uchun aynan 20% chegirma e'lon qilaman. Faqatgina siz qiladigan ishingiz qabulga yozilishingiz kerak quyidagi raqamlar orqali va kelgan vaqtingizda aynan YouTube videoni ko'rib kelganligingizda aytib o'tsangiz, albatta yaxshi bo'ladi. Faqat yana bir tomoni, siz 3 kun ichida aloqaga chiqsangiz, bu skidkaga ega bo'lishingiz mumkin. Sizlar uchun yana bitta foydali ma'lumot, bundan keyingi chiqadigan videomiz aynan ayol va erkakni jinsiy aloqa vaqtida o'zini qanday tutishligi, nimalarga ahamiyat berish kerakligi, aloqadan oldin qilinadigan ishlar va holanki hamma bu mavzudagi gaplarni to'xtalib o'tmoqchiman. Shuning uchun albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin, bizni kuzatib boringlar. Sizlar uchun juda ham foydali bo'ladigan va aynan tez bo'shanishga ham foydasi tegadigan ma'lumotlarni keyingi videomizda davomini qo'yib boramiz.